Yopengiz bo'ldi. Propulsiz bilan zo'r narsalarni tushirdik. Ana svetkalarni zo'r berdi lekin. Vashti dahshat berdi. O'yladim, men old skaralni full qilishga qaror qildim. Chunki oldlar tushunadi bu narsani. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Yangi skaralni ham full qilaymi yoki full qilmayman. Menga sizlarning gaplar juda ham muhim. 6-daraja va bu yerda oy skaral basi. Chiroyli, Bu chiroyi boshqacha. Buni chiroyi vashida. Takrorlanmas. Chunki bu qaytmaganda, chunki qaytmagan skarallar. Bu jestini turishini qaranglar. O'sha paytlar shunaqa jest bilan turganda bu skaral tushunyapsizlar. Nu davay keladi yangi skaralni ham full qilib, sizlarga o'yin ichida qanaqa bo'lishini ko'rsaman, kill chat effektlari qanaqa, hammasini to'liq obzor qilamiz. Chunki skaral menga turib yoqdi. Keyin videoni tugatgandan keyin menga skaral yoqqanligi uchun hozir men buni full qilaman do'stlar. Kettu. Videoni boshida va'da berdim, skaralni full qilaman deb Guardian aytadi, bajaradi va bam 3-urovень. Bam kill chat. Yey! Va bu yerda effekt попадания вообще просто кайф. Va bu yerda 6-urovень. Oy. Va bu yerda Flowing Skarl. Salom alaykum mifический Skarl. Oho! Do'stlar, hozir men sizlarga o'yin ichida ko'rsataman. Ultimate'ni o'yinning ichidagi ko'rinishi shunaqa ko'rinishda, u takoy chiroyli va buni jesti ham bor edi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Xo'p, mana shunaqa jesti bor o'zini, Arjani. Buni ko'rdik boshda. Vo, buni bunaqa effekti bor ekan. Buni qaranglar. Yehe! Arjani orqaga qilgan payt mana bunaqa varaqlar sochilib ketyapti. Davay Skarl bir effektini ko'raylik. Qani uzoqdan qanaqa chiroyli. Uzoqdan ko'ryapsizlarmi? Fioletoviy bo'lib ketyapti. Oy, effektini ko'rdinglarmi? Qanaqa fioletoviy bo'lib ketyapti. Voy, buncha bu. Voy, qana. Bu nima bu effekt? Men shunda full qilganimga pushaymon emasman. Prosta kayf. No, do'stlar, ko'rganingizdek mana shu yangi ultimate'ni olib, o'yin ichida to'liq obzorlar qilib, effekt qanaqa, o'yin ichida killchat qanaqa, hammasini to'liq obzor qilib berdim do'stlar va kim havas ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa, hammaga nasib qilsin. Va meni to'liq fikrim Skarl prosta bomba menga yoqdi va Guardianlarsiz shuncha qilgan mehnatimiz uchun videomizga albatta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz shuncha harakatlar qilib, shuncha videomizni albatta bu uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lish arziydi-da. Rahmat katakon like'ingizni va obunangiz uchun katakon rahmat. Va o'sha gap Guardianlarsa eng arzon, eng ishonchli UC bu Guardian UC Telegram kanalida, silkasi esa videoni tagida UC uchun deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, UC magazinimizga kirib arzon ishonchli narxda UC ni xarid qilib olasiz. Ishonchingiz uchun katakon rahmat. Va do'stlar, eng muhim eslatmam, Telegramda 24000 UC lik konkurs qilyapman, unga ham kirib qatnashib qo'ying. Juda ham oson, 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Mana shu videoni tagida konkurs uchun deb sizga qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lasiz. Tepada qadab qo'yilgan post ustiga bosib, bu yerdagi atigi 4 ta dona kanalimizga obuna bo'lib chiqasiz. Obuna bo'lganingizdan keyin esa pastdagi qatnashish tugmasini bosasiz. Bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy olasiz. Men esa 15-noyabr 2 haftadan keyin mana shu konkursimizga qatnashganlarning orasidan bitta obunachiimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 24000 UC solaman. UC bonuslar bilan 30000 UC bo'ladi. Akkauntingizni 30000 UC ga donatsiya qilib, dakkoy qilib kuchaytirib beraman do'stlar. Kirib qatnashib qo'yinglar, omadingiz sinab ko'ringlar do'stlar. Konkursga qatnashgan har bitta obunachilarimga omad tilagan holda asta videoroligimizni ham o'z nihoyasiga yetkazamiz do'stlar. Esingizda bo'lsa, videoni boshida va'da berdim. Mana shu ruletkadagi hamma narsani olaman va Skarlni full qilaman. Men va'damni bajardim. Albatta do'stlar, bu uchun like, haligacha videomizga like bosmanglar. Ana endi like bosib qo'yinglar. Kibrni yo'q olib, "Yo, like bosmayman" deyish bo'lmasin. Kibrni chetga suramiz, videomizga like bosamiz va obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham qilib yondirib qo'yamiz. Chunki biz yaqinda do'stlar, xudo xohlasa 1 million bo'lamiz. 1 million. Do'stlar, 1 million. Albatta do'stlar, obunani bosib qo'yinglar. Rahmat katakon, like'ingiz, obunangiz uchun katakon rahmat. Poddershangiz uchun katakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'ramiz, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Menga shu kommentariyada yozib qoldiringlar, imtihonga omad 5 olib keling, bo'ldi. Keyingi videoga ko'rishguncha bye do'stlar. Keyingi videogacha bye do'stlar. Bye. Menga omad, sizlarga ham omad o'qish